Toshkent viloyati Parkent tumani Tambalak mahallasiga kelganmiz. Boqib qo'ygan dehqon akamizning 19 bosh buqalari bor ekan, do'stlar. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Yaqinda oqsildan chiqqan ekan, pishgan yemda boqqanman dedilar. So'z davomida narxi ajoyib. Narxi nech bilsam, oldin ko'rsatdik dedilar. Bir sizlarga ko'rsatdim. Oldi orqalari men yotganini qarang. 45 millionga bermagan ekanlar. Akamizlar qalblariga qo'l solib, zotga so'raganlarga ham bor. Mana angus udarlari. Tarazga borib tortsak ham, yo bozorga olib chiqsak ham bemalol 40 ga oladi deyaptilar o'zlari chamanda. Lekin biz ham mana ko'rsatib berishga haqdorligimiz uchun ko'rsatib beramiz. Ko'rib o'zingizlar sifatiga baho beringlar. Do'stlar, zotga so'ragan mana bunaqa krasniy fyostralar ham bor. Mana semitalar aralashgan deyaptilar. 93 lik 571 71 31 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishinglar mumkin. Bunisini ham ko'rsatamiz, bunisini ham ko'rsatamiz. Orqalariga e'tibor bering. Hammasi tayyor pishgan. 38 milliondan dedilar. 19 tasini bir joyga olsa, 40, 45, 46 millionligi quyusi bir joyga 38 milliondan deb narx chiqardik. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishinglar mumkin. Bugungi sana 12 mart.